Matadım mı sen matadım. Ayağını ol, ayağını su düşmesin. Hangi tarafta? Tabii yol başkası gibi. Yaxshi ekanmi? Baynamasmi? Yaxshi. 1 kilo 100, 1 kilo 200 o'tirgan baliq. Ne acıslardan tortuşamak oğlum? Özümüzde hem 55 Yok bizde 35 mi? satarsa 55 mi son mu? ama 50 bile satar. Ya. Biz 35 bin lira. Bana iştiyası var. Bizde özümüzde 55 bin işte aslında. Her şeyde kurur. Yo'q, ha? Gerek yok. Nega kurur? Ya kelinglar, ko'taringlar. Hasanjon. Kelaverasizlar, yangi partiya baliqlari keldi. Xormay aka. Charchamayapsizmi? Ya Shuhrat aka, charchamayapsizmi aka? Bayram taqdirdi. Kelayotgan yangi yillar bilan. Rahmat. Bitta savol bor, savol. Shu savolga tutgani keldim sizni. Qani? Tashqimiz uchun. 35 ming so'mdan pishiryapsiz baliqni. Hop. Nima birdan 45 mingga chiqib ketib qoldi? Hozir 45 ming chiqmadi. Ha. Metan yo'qligi sababli bizga olib kelayotgan dastlabki qilayotgan baliqlarga narx keskin oshib ketdi. Aha. Ana shunda to'g'risi katta foyda bo'lmasa ham ozgina namlanib foyda qilyaptirdik. O'zi xalq tushunsa kerak. Endi 40 mingdan ishlayaptirdik propanda. Propan bir kunda 2-3 ta balon yaqyapmiz. Zapravkalarda 6 mingdan qo'yapmiz. 6 mingdan qo'ysa уже 180-200 mingga ketyapti. 3 ta balon 600 ming уже rasxodimizga ketib qolyapti. Endi shunga aka buguncha bilinma 40 ming, ertadan 45 ming chiqsa kerak. Biz ham qoplash kerak. To'g'ri. Endi imkon darajasida qilib berdik. Agar yana qaytadigan bo'lsa metal, yana eski holatga qaytishaveramiz. 35 ming yana qaytasiz. Endi 10-15 kun shunaqa bo'lib turadi. Shu hammaga ham to'y. Ha, gap yo'q. Ammo to'xtatmanglar, mayli. 5-10 kunga mayli to'xtatmanglar. Endi shu qoplasa bo'ldi bizni. Gap yo'q. Kelaverasizlar aka-ukalar. Nimalar bo'lyapti hozir bu yerda? Ashi hammasi. Asha qanot, Qanot, baliq, oq baliq, laqa baliq, farski, sazan hammasi. hammasi ketyapti. Pishib yotdi, pishib. Sabırçı var diyorsun. 1,5 kilo. Nargi tayini olib qo'yganman. Savdolaring bersin. Kelaverasizlar aka-ukalar.